Kursni B2 daraja bilan boshlagan edim. 7,5 natija bilan tugatdim. O'zi yetuk o'tgan edim. Bilaman, birinchi marta bo'lgani uchun endi keyin bir kundan keyin veb-saytga shunchaki qiziqib Ingliz tilini juramga qiziqib boshlagan edim. men examda ham, hattoki speakingda ham meniki hayajon bosmadi. Darslardan keyin alohida shug'ullanishlari bizga friendly atmosfera hissini yaratib berdi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana bugun Rahmiddin va Mehriddin ustozlarimizning 4 oylik intensiv kurslarida qatnashib, ajoyib natijalarni qo'lga kiritgan shogirdlarimiz mehmonimiz. O'zingiz haqingizda kuzatuvchilarimizga qisqacha ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Men Davlatbek Ibragimov 10-maktabning 10-sinfida o'qiyman. Yoshim 16 da. Men Hayitva Firangiz 43-maktabning 8-sinfida o'qiyman. Yoshim 14 da. Bu 4 oylik dasturimizga kelganingizda darajangiz qanaqa edi va qanaqa daraja bilan tamomladingiz? Bu dasturga kelganimda B2 sertifikatim bor edi va 4 oy muddatda o'qituvchilarim bilan birga ishlab, hozirda 7,5, ya'ni C1 sertifikatini olishga muvaffaq bo'ldim. Kursni B2 daraja bilan boshlagan edim. 7,5 natija bilan tugatdim. O'zi necha ball kutgandingiz va bu natijani birinchi bo'lib kimga aytdingiz va ularning reaksiyasi qanaqa bo'ldi? O'zi yetuk kutayotgan edim. Bilaman, birinchi marta bo'lgani uchun endi keyin bir kundan keyin endi veb-saytga shunchaki qiziqib kirib ko'rdim. Qarasam 7,5 chiqib turgan ekan. Birinchi bo'lib onamlarga aytdim. Ikkimiz ham juda ham xursand bo'ldik. Natijam chiqish sanasini va vaqtini taxminan bilardim. Onamni ularga notebookimni olib bordim. Gmailimga birdan SMS keldi va natijam chiqdi deb o'ylab onamlar bilan birga ochdik natijani. 7,5 natijani ko'rib onamlar ham, men ham juda ham xursand bo'ldim. Onam duo qildilar, onam bilan duolarni oldim. Bu natijaga erishishda kimlar sababchi bo'ldi? Avvalambor ota-onam menga bilgan ishonchlari va ularning doim meni qo'llab-quvvatlab duo qilganlari deb o'ylayman. Va o'qituvchilarim menga bergan maslahatlari ham bu natijaga erishishimga asosiy rolni o'ynadi. Albatta birinchi navbatda ota-onamni qo'llab-quvvatlashlari, duolari, undan tashqari o'qituvchilarimni to'g'ri bergan yo'nalishlari va ozgina o'zimni ham harakatim bo'lsa kerak deb o'ylayman. IELTS olishdan asosiy maqsad nima edi? O'zi IELTS topshirishga juda ham qiziqqan edim. Shuning uchun shunchaki o'zim sinab ko'rish uchun topshirdim. Va bu olgan natija meni shunaqangi ilhomlantirdiki, buni kelajakda buni ustiga yana ishlab, buni 9 ga olib chiqmoqchiman. Va chet eldagi Cambridge universitetiga kirib, ustozlarimizning yo'llaridan ketmoqchiman. O'zi ingliz tilini juramga qiziqib boshlagan edim va o'qish davomida maqsadlarim o'zgardi va Westminster universitetiga o'qishga qaror qildim. Bu universitet xalqaro universitet hisoblanadi. Tabiiyki, talablar juda ham katta. Shu uchun maqsadni men ham katta qo'ydim va 7,5 natijaga erishdim. Endi imtihon jarayonlari haqida gaplashsak. Speakingga kirishda yoki imtihonga kirishdagi hayajonni qanday yengdingiz? To'g'risini aytsam, o'quv markazimizdagi har haftalik mo'klarga muntazam ravishda qatnashganim menga juda ham foydali bo'ldi. Mening examda ham, hattoki speaking imtihon payti ham meni deyarli hayajon bosmadi. Men o'ylaymanki, har hafta mo'klarga qatnashish va ularni praktik qilish hayajonni yengishda asosiy rolni o'ynaydi. Hayajon bo'lishi tabiiy. Asosiy imtihondan oldin juda kuchli hayajonlandim. Lekin o'sha yerning atmosferasiga moslashganimdan keyin speaking qismida unchalik hayajonlanganim. Kursimiz va ustozlarimiz haqida fikrlaringiz qanaqa? 4 oy muddat davomida bizga Rahmiddin teacher writing va reading bo'limidan darslarni olib bordilar. Avvallari reading bo'limiga uncha qiziqmasdim, lekin ustozning talabchanliklari va ko'plik tajribalari hamda o'shaning doim bizga to'g'ri yo'lda metodikalar o'rgatishlari menga bu bo'limga qiziqishimni orttirishimga juda ham katta yordam berdi. Biz ustoz bilan writing bo'limida onlayn ham ko'p shug'ullandik va bu o'z samarasini berdi. Kurs bo'yicha fikrlarim pozitiv. Mehriddin teacher bizga listening va speaking qismlaridan dars o'tdilar. Darslar asosan ingliz tilida olib borildi va darslardan keyin alohida shug'ullanishlari bizga friendly atmosfera hissini yaratib berdi. IELTS imtihoniga endi kirmoqchi bo'lganlarga nima tavsiyalar berasiz? IELTS imtihon topshirmoqchi bo'lganlarga xatolarini doimo tahlil qilishni va ustoz beradigan topshiriqlardan ham boshqa narsalarni o'rganishni va ko'proq izlanishni hamda shu bilan birga ko'proq praktika qilishni maslahat berib qolaman. O'ylaymanki, ChatGPT bilan ko'proq va samaraliroq ishlash juda ham katta foyda keltiradi.
agar to'g'ri ishlatilinsa writing va speaking qismlarini oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari tajribali ustoz va yaxshi muhit tanlay olish ham juda muhim.